Yurish qoidasi grijani va barcha umurtqa pog'onasi kasalliklaridan davolashda o'ta muhim ahamiyatga ega. Chunki biz iste'mol qilgan mahsulotlar aynan umurtqalar o'rtasidagi disklarga yetib borishi faqat to'g'ri yurish bilan amalga oshiriladi. Siz agar kuniga 5 soatlab shug'ullansangiz ham yurish qoidasini to'g'ri amalga oshirmas ekansiz, umurtqalararo disk umuman oziqlanmaydi. Ayniqsa bu o'tirib ishlaydigan odamlarda juda og'ir asarlarga olib kelishi mumkin. Chunki umurtqa pog'onamizda umurtqalararo disk faqatgina biz yurgan paytdagina tanasining ichidagi suyuqlikni chiqara oladi. Bilamizki, insonning ertalab bo'yi 1.70 bo'lsa, kechqurun 1.68 bo'ladi. U kechqurun uxlagan paytda umurtqalararo diskning ichidagi manfiy bosim hisobiga zamikательный plastinka orqali ichiga suyuqlikdan tortib oladi. Kun davomida inson o'sha suyuqliklarni yurib turib chiqarishga yordam bermasa, u yerda degenerativ disk o'zgarish chuqurlashib ketadi va o'z-o'zidan osteoxondroz boshlanib ketadi. Demak, biz to'g'ri yurish qoidasini amalga oshirgan holatda butun umurtqa pog'onasi va bo'g'im kasalliklaridan to'g'richa qutulishimiz mumkin ekan. Sizchi, siz qanday usullarni bilasiz bu kasalliklarning oldini olish yoki ularni davolash bo'yicha? Izohlarda yozib qoldiring.